Xitoydan yetib kelgan pattivilarimiz ham bor. Bular ham xuddi shu aytganimizdek skitkada. Hozir hammasini mexanizmlar bilan tanishtirib o'taman. Qaranglar. Juda ham zo'r, ustilari tosh, shpondan qilingan, krashinli, juda ham sifatli. Buni xolasangiz yopib olasiz, xolasangiz ochib olasiz. Bu yoqdan ham bu narsalar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi ichkariga. Bu ham xuddi shunaqa, mana pasta stoperlari bor. Buni masalan bitta ko'tarib turib, buni yopib qo'ysangiz bo'ladi. Yopilganda kichikroq razmerda bo'ladi. Bu yerlariga ham narsa qo'ysangiz bo'ladi. Usti tosh, mana bu yerlar shpon, bitta ko'rib baho berasizlar o'zingizlar. Juda ham sifatli va mana bu mexanizmlari ochiladi. Bu yerga ham yana narsa tiqib qo'ysangiz bo'ladi. Mexanizmlari mana nasoslari yaxshi. Bitta bosasiz o'zi yopiladi va kichikroq holatda saqlash uchun bitta yopib qo'yasiz, stoperini bosasiz va mana bu ajoyib bargli shpondan qilingan, juda ham baquvvat, juda ham sifatli. Bunisi ochiladi, razmerlarni ko'rsanglar bo'ladi va ichiga kirib ketadi yana. Va xuddi shu holatda mana bu tortmalari ochiladi, yopiladi. Mana xudo xolisa zo'r. Shponini qaranglar. Juda ham respekt holatda ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli. Xo'p, qaranglar, bunisi $350, bunisi $300, bunisi ham $300dan. Juda ham zo'r pattivilarimiz. O'sha aytganimizda joyimiz bo'shatish uchun mana hozir upakovkalarni ochyapmiz. Bularda TVlari ham bor. Xudo xolisa dastavkalari bilan qilib jo'natib yuboramiz. Aytgan joyingizgacha xudo xolisa yetkazib beramiz.